Ben bo'yicha 3 xil ma'lumot aytib o'taman. Spark avtomobili eng katta balon nechtalik qo'ysa bo'ladi? Videoni oxirigacha ko'rib turing va Cobalt avtomobil va Tracker mashinasiga nechtalik balonlar qo'ysa bo'ladi? Ahamiyat berib qo'yasiz. Mana shu kafolatli balonlarni ideal qilib qo'yib beramiz. Xo'p, Tracker avtomobiliga 47 talik qo'yadigan bo'lsangiz, mana shu ustidan zapaskani bemalol qo'yasiz bo'ladi. Kafolati bilan 4-paketini takrorlanmas narxda ustonovga qilib beramiz. Narx qiziq bo'lsa obuna bo'ling. Bu tomonda Spark avtomobilimizga eng kattasi, ya'ni 42 talikgacha qo'ysangiz bo'ladi. Undan kattasi sig'maydi. 35 talik standart bo'yicha tushadi. 42 talik ozgincha ko'tarib qoladi. Xo'p, bu tomonda Cobalt avtomobiliga keladigan bo'lsak, bunga ham 47 talik qo'ysangiz bo'ladi, lekin agar 47 talik qo'yadigan bo'lsangiz, siz zapaskani unutishingiz kerak. Shuning uchun silindr o'yini 65 talik balon tavsiya qilamiz. Hammaga silindr o'yini 65 talik balon Belorusiyaning kafolatli baloni bo'ladi. Siz bu bilan bemalol 700 km yurib o'tsangiz bo'ladi. Agarda 47 talik qo'yadigan bo'lsangiz, siz atiga 400-450 km yurib o'tishingiz mumkin. Agarda mana shu ideal ustonovkalar narx-navoz qiziq bo'lsa, Sirdaryo metangaz doimgidek sizlarga birinchilardan bo'lib 24 ga 7 propan va metanni ideal qilib kafolati bilan zavodskoy xomutlarda, original reduktorlarda ustonovka qilib beramiz. Bu videoni yaqinda propan qo'ymoqchi bo'lgan jigarlarga yuborib qo'ying.